Jahid! Bular odammidi? Odamlikdan qanday chiqishganini aniqlaymiz, Jahid. Erham bilan Abbosni chaqir. Tirik qolganlar bo'lsa, hammasini olib shifoxonaga olib borsin. O'yinlar nima ekan, o'sha yerda bilamiz. Bu tirik. Xo'p. Tushunarli. Ha, tushunarli. Yaxshi. Xo'p. Yaqinlaring bilan vidolashdingmi? Sal turib o'ladigan odamsan-u, lekin juda sokinsan-a? Dark River guruhi qo'mondoni sifatida asir olingan qora bayroq guruhining qatl etilishini buyuraman. Bularni safga tizing.
Nishonga ol! Atrofni tekshiring. Ayni vaqtida keldingiz. Dark River komandiridan biror narsa bila oldingmi? Yo'lda tinmay telefonda kim bilandir gaplashdi. U aniq Mervanning o'rniga o'tgan odam edi. Uni ismini tilga oldimi? Yo'q, ammo o'sha bilan gaplashgani aniq edi. Borib jazosini beraylik, qo'mondonim. Qo'limizda dalil bo'lmasa, bilganimizcha harakat qila olmaymiz, Pusat. Qo'mondonim, u bizni Dark Riverga sotgan. Bundan aniqroq dalil bo'lishi mumkinmi? Pusat, biz bu mintaqada Turkiya nomidan ish qilyapmiz. Birgina qatl katta diplomatik mojaro chiqarishi mumkin. Amin bo'lmay turib operatsiya o'tkaza olmaymiz. To'planing, bazaga qaytamiz. Men ham seni kutayotgandim, Yurgen. Stansiya bilan bog'liq yangi ko'rsatmalar beraman. Xabarlar yomon. Alemdar yana nima qildi? Obyektga hujum qilishgan. Barcha odamlarimiz o'ldirilgan. Vaksinali askarlarimga hech narsa bo'lmagandir. Ulardan 2 nafari yo'q. Qolgani o'ldirilgan. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Ikki oddiy inson ularni aslo yengishi mumkin emas. Tushunyapsanmi? Ulardan biri Po'lat Alemdar bo'lsa, demak yenga oladi. Yana nimadir bormi? Dark River Suriyada Zubob qabilasi bilan hamkorlik qildi. Qora bayroqni tuzoqqa tushirishni rejalashtirayotib, o'zlari tuzoqqa tushishgan. Ahmoqlar. Mana yollanma askarlar bilan borish mumkin bo'lgan eng oxirgi nuqta shu edi. Ammo bundan keyin yo'limda manqurtlar bilan davom etaman. Aminmisan? Po'lat Alemdar manqurtlarni o'ldirayotib uncha qiynalmaganga o'xshaydi. Alemdarning omadli kuni ekan. Manqurtlar bir necha kundan beri Xo'g'on va och edilar yurgan. Ularni kuchga to'lgan paytidagi uchrashuvni tomosha qilish zavqli bo'ladi. Sen menga nima demoqchi eding? Kayzerni Istanbulga olib kelishingni xohlayman. Sen aqldan ozdingmi? Kayzerni tushunish qiyin. Lekin menga ilhom beradi. Uni stansiyaga boshliq qilaman. Stansiya boshlig'i? Konjunktura o'zgarmasdan diplomatik qadamlar qo'yishim kerak. Buning uchun oldindan ko'p ish qilish kerak. Sen va Ariel yonimda bo'lasiz. Stansiyaga qaraydigan odam ham kerak. Juda yaxshi. O'zing bilasan. Operatsiya tufayli asabing buzildi. Lekin strategik harakat qilish bizning vazifamiz, Pusat. Asabimni buzgan qabila og'asi emas, Yasin qo'mondonim. Bu ishlar qachon tugaydi? Istanbulga qachon qaytamiz? Buni surishtirish bizning ishimiz emas, Pusat. Birini yo'q qilsak, qo'zg'orindek boshqasi chiqyapti. Vazifamdan qochmayapman. Ammo yana qancha bu yerda qolamiz, qo'mondonim? Balki 10 kun, ehtimol 10 yil qolarmiz, Pusat. O'z ishini sevgan odam kun sanamaydi. Zeynep, xush kelibsan.
Yaxshimisan? Qandaydir muammoyim borligi aniq. Yusuf bilan bog'liqmi? Yusufning o'g'ling ekanligini bilaman. U sening eng katta siring, eng katta darding. Ammo buni menga hech qachon e'tirof etmading. Hozir emas, Maryam, iltimos. Men aytadigan narsa ham aynan mana shu. Qachon sen bilan gaplashishga urinsam qochasan. Bu maxfiylikning yagona sababi bo'lishi mumkin. Ya'ni menga ishonmaysan. Yo'q. Bitta senga ishonaman. Senga ishonmayman. Yaxshi. Nimani bilishni xohlaysan? Seni shu ahvolga solgan narsani. Sen meni hayotimni saqlab qolding. Hamma narsam uchun sendan qarzdorman. Senga yordam bera olmasligim mumkin. Lekin hech bo'lmasa dardingni eshita olaman. Men uchun hech narsa qila olmaysan. Ha. Yusuf. Yillar davomida yuragimda ulg'aytirgan o'g'lim. Nihoyat og'zingdan buni eshitdim. Yana nimanidir bilishni xohlaysanmi? Qani tur, uyg'on. Men qayerdaman? O'ldim, to'g'rimi? Omadli ekansan. To'g'ri shpritsni tanlabsan. Yo'q. O'lganman. Bu yer jahannam. Siz esa bir shaytonsiz. Qanaqa shayton? Aljirashni bas qil. Yo'q, befandi. Men alday olmaysiz. Men shaytonni qayerda ko'rsam taniyman. Lekin bu shifoxona-ku. Yoki jahannamda ham shifoxonada ishlaymanmi? Raskolin senga rahim qildi. Yana bir marta yo'ldan chiqadigan bo'lsang, seni o'z qo'llari bilan zaharlaydi. Sira xavotirlanmang, befandi. Men darsimni oldim. Endi imkondan xayrliroq ishlar uchun foydalanaman. Ushbu film Ria Play platformasi buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girilgan. Ko'rdingmi? Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Tezroq biror shifoxonaga borib davolanishim kerak. Husnubek, qayerda yuribsiz? Hamma joydan sizni izlayapmiz. Ishimizni boshidamiz, afandim. Qayerda bo'lardik? Nimadir bo'ldimi? Jahidbek kelgan, siz bilan gaplashmoqchi ekan. Qayerda ular? Maxsus bo'limga oldik. Yonida bemorlar bor. Qayerda yuribsan, Husnu? Aybga bermang, Jahidbek. Vitamindan zaharlanib qopman. Bu beafandilar kim? Bu odamlar to'liq tekshiruvdan o'tishi kerak, Husnu. Vujudlaridagi barcha noodatiy belgilar aniqlansin. Muhim hech narsalari yo'qmi ish qilib? Duo qilki bo'lsin. Bularni doim uxlatinglar, Husnu. Bu xonaga hech kimning yaqinlashishiga yo'l qo'ymang. Qara Husnu, bu odamlarga og'am ikkimiz zo'rg'a bas keldik. Agar qo'lingizdan chiqib ketishsa, boshingiz baloda qoladi, bilib qo'y. Menga endi balo kerak emas, Jahidbek. Men ketdim. Natijalarni ofisga olib borarsan. Ishongim kelmayapti. Shuncha yil bu haqiqatlar bilan qanday yashading? Yashadim deya olmayman.
bir qarorga kelishim kerak deganding. Masala Yusufga aloqadormi? Fehmi Qizzoda menga oila qurishni taklif qildi. Uni sevmasang ham Yusufning yonida bo'lish uchun ha deyishing kerak. Ha. O'g'limning hayotida qolishim uchun boshqa yo'lim bo'lmasligi mumkin. Lekin Po'lat shuncha narsani gaplashganimizdan keyin endi buning unga nisbatan tuyg'ularing borligini bilaman. Sen bilmagan yoki qiziqtirgani yana nimadir bormi? Bittagina savolim bor. Menga Yusufning haqiqiy otasi kimligini ayt. Yusufning otasi Po'lat Alimdar. Tinchlikmi? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Qora dengizda kemalaring cho'kdimi? Sen meni kalaka qilyapsanmi? Xafa ko'rinasan-da, shuning uchun so'radim. Ustingdan kulishim mumkinmi? Mening qora dengizda chindan ham kemalarim bor edi. Endi sen meni kalaka qilyapsanmi? Ishonmasang, Yasin qo'mondondan so'rarsan. Bugun Po'lat Alimdarning qo'lida nima bo'lsa, hammasiga otam bilan birga erishishgan. Hatto Po'lat Alimdarning hozirgi o'tirgan joyi ham otamning eski makoni. Sen tufayli shu kunlarga yetdik, o'g'lim. Qo'ysangizchi. Hammasi uchun sendan qarzdorman, Po'latim mening. Biz faqat zimmamizga tushgan ishni qildik. Bu Tori elektr stansiyasining asl me'mori sizsiz. Po'latbek haq. Bu ulkan orzuning ro'yobi sizni bemisl mehnatingiz tufayli. Hammamizga ma'lum. Siz bo'lmaganingizda bu ish shu darajaga yetmasdi, ustoz. Katta rahmat. Albatta bu ishning orqasida Anadolu xonim borligini biz kabi bir nechta odamdan boshqa hech kim bilmaydi. Koshki hamma bilsaydi. Ertaga binoni quradigan kompaniya bilan protokol imzolandi. Hukumat ruxsati bilan matbuot ham o'sha yerda bo'ladi. Obyekt uchun imzolar qo'yiladi. Obyekt ishga tushirilgunicha nom qo'yish uchun vaqtimiz bor. Albatta. Nega obyektning nomi Anadolu Tori elektr stansiyasi bo'lmasin? Mana bu juda zo'r ish bo'lardi. Tashakkur. Hozir baribir bizni Qabila og'asi telefonda qo'mondonim. menga qo'ng'iroq qilishga nihoyat kuch topsan-da. Dark Riverni hujumini eshitdim, Yasin qo'mondonib. Sharafim va nomusim bilan qasam ichamanki, tuzoqdan xabarim yo'q edi. Seni puch qasamlaringni eshitishga toqatim yo'q, Sayxon. Nima demoqchi bo'lsang tezroq ayt-da, o'char. Sizni Dark Riverga ish boshqaruvchim sotibdi. Uni gapirtirdim va jazosini berib qatl qildim. Kechqurun Dark River askarlari uchun dovon orqali qurol jo'natishadi. Bu ma'lumotni uzr sifatida qabul qiling. Tayyorlaning, operatsiyaga jo'naymiz. Xo'p bo'ladi qo'mondonim. Qo'mondonim. Oxirgi iflosligidan keyin ham o'sha qabila boshlig'iga ishonyapsizmi? Musulmonni bitta ilon 2 marta chaqishi mumkin emas, pussat.
Imzolash marosimida ko'p gapirishni xohlamayman, ustoz. Qancha odamlar orzu ham qila olmaydigan ishning hayotga tatbiq etish arafastaligimizni aytaman. Yetarli bo'lmaydimi? Odamlar oldiga chiqqanda yanada aniqroq ma'lumotlarni aytishing kerak, Altayim. Chunki yillar davomida 4 devor ichida qilingan izlanishlar amalga oshmoqda. Odamlarning ko'zlari o'ngida ulkan energiya obyekti qad ko'taradi. 1000 yillik energiyaga bo'lgan ehtiyojimiz qondiriladi. Ushbu stansiyaning inson hayotiga yoki tabiatga xavf solmasligini aytginki, barchaning ko'ngli tinchlansin, o'g'lim. Barchaning. Men hozirda shifoxonamizda yotgan 2 inson namunasi haqida robot modellar atamasini ishlatishni o'rinli deb bilaman, Po'latbek. Men seni emas, doktorlar hay'ati nima deganiga qiziqyapman. Barcha tekshiruv natijalari shu faylda. Yigitlar modernizatsiyaga uchragan mashinalarga o'xshaydi. Chidamlilikni oshiruvchi, doping ta'siriga ega modda. Sport musobaqalariga kiradigan odamlarga xos bezorilik belgilari yo'qligiga qaraganda, maxsus ishlab chiqilgan dori bilan haqiqiy terminatorlarni yetishtirishga harakat qilingan deyishimiz mumkin. Bu odamlarni so'roq qilmoqchiman. Dorining ta'siri tugagach, menga xabar ber. Yaxshi, Po'latbek, ijozatingiz bilan. Yig'ilish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rildimi? Siz bergan ro'yxatdagi barcha matbuot tashkilotlariga bog'landim. Hammasi yig'ilish vaqtida u yerga bittadan vakil yuborishadi. To'g'ri kelgan odamni yuborishmasin. Akkreditatsiyasi bo'lmagan hech kim zalga kiritilmaydi. Yetkazaman, afandim. Bino nazorati uchun guruh jo'natdingizmi? 10 kishilik guruhimiz o'sha yerda, og'a. Bino umumiy tekshiruvdan o'tkazildi. Kirish-chiqishlar tongdan beri nazorat ostida. Aytganlarimni unutma, tushundingmi? Gaplaring aniq-tiniq bo'lsin. Ketyapmizmi, Po'latbek? Ha, ertaroq boraylik. Qolgan ishlarni o'sha yerda yakunlaymiz. Hozirdan xayrli bo'lsin, bolam. Ishingiz o'ngidan kelsin, ilohim. Bormaydigandek gapiryapsizmi? Bu nima deganing? Men ham borsam bo'ladimi? Loyihaga umringizni bag'ishladingiz. Biz bilan bu guruhni baham ko'rish eng tabiiy huquqingiz. Hech kimga ko'rinmasdan yig'ilishni bevosita kuzatsangiz bo'ladigan bir xona tayyorladim. Sen qanday ajoyib odamsan, jon Po'latim mening. Marhamat, ketdik. Dasturxonda qush suti kam xolos. Nimani nishonlayapmiz, og'am? Qora bayroqdan qutulishimizni nishonlayapmiz. Yasin qo'mondon oxirgi hujumdan keyin siz aytgan joyga borarmikin, og'am? Boradi. Turkiya bu ishimizni javobsiz qoldirmaydi. Endi hech kimdan qo'rqishga hojat yo'q. Orqamizda juda katta kuchlar bor. Ichkariga kir, Arslonim. Ishlaringizni bitirdingizmi? Meni kechir, Yasin qo'mondonim. Bizni nega sotding, ablah? Ol.
Hammasini senga beraman. Ol. Sen bilan oxirgi oldi berdi ishimiz qoldi. Men Maryamman. Gaplashishimiz kerak. Telefonda ayta olmayman. Uchrashganda aytaman. Qayerga boray? Yaxshi. Xush kelibsiz, Osiyo xonim. Minnatdorman. Sizni bunday to'satdan chaqirganim uchun aybga bermang. Rejalaringiz buzilmadi degan umiddaman. Sizdan keladigan har qanday qo'ng'iroq yoki taklif meni rejalarimni bemalol buzishi mumkin. Fehmi Bey, men taklifingizni o'ylab ko'rdim. Bu qarorga kelish men uchun haqiqatdan ham juda qiyin bo'ldi. Siz javobingizni o'ylayotganda men biroz shoshqaloqlik qildim va oilamga uylanish borasidagi qarorimni aytdim. Menga uylanmoqchi ekaningizni bilishadimi? Uylanmoqchi bo'lgan insonim siz ekanligingizni bilishmaydi. Men bu syurpriz bo'lishini xohladim. Bu qaroringizni qanday qarshi olishdi? Ayolimdan keyin hech kim bilan oila qurishni o'ylamaganim uchun albatta biroz ajablanishdi. Ammo men uchun xursand bo'lishdi. Aybga buyurmang, men saloldan siz gapingizni tugatmasdan o'rtaga kirdim. Hechqisi yo'q. Qaror qilishda qiynaldim deyotgandingiz. Ha. Ammo bu siz bilan aloqador emas. O'zim bilan bog'liq. Siz o'zgacha insonligingizga sira shubham yo'q. Osiyo xonim, endi chindan ham bu tarang vaziyatga chiday olmayman. Iltimos javobingizni ayting. Taklifingizga ha deyman. Meni juda xursand qildingiz. Siz ham meni. Balki shu siz biz deb gaplashni endi bas qilarmiz, a? Nima deysan? Albatta. Nimani yeymiz? Tanlovlaringdan didli odam ekaningni tushundim. O'zing tanla. Marhamat. Minnatdorman.